SAT matematika kursi Telegramda kanalimiz adresi bu. Nisbatlar, tezliklar, proporsional bog'liqliklar va o'lchov birliklari mavzusi. Masalaning qiyinlik darajasi oson. Bu masalaning sharti. Yangi so'zlarni topib olaylik avval. Xo'sh, birinchisi ana make tayyorlamoq, pishirmoq. Bakery novvoyxona. Signature. Signature'ni ko'p kishi bilsa kerak, o'sha muhr, podpis ma'nosi bor, to'g'rimi? Bu yerda firmenniy, maxsus ma'nosida kelyapti ana. Maxsus chocolate demak shokolad. Muffin cakes. Xo'sh, baker pishiruvchi, novvoy pishiruvchi. Need kerak. Xo'sh, ounce bu og'irlik o'lchov birligi, unsiya. H har bir. How many qancha. Pound funt og'irlik birligi bu. Xo'sh, bo'ldi. Hamma so'zlarni topdik. Endi tarjima qilaylik. So'zlardan foydalanib. Novvoyxonaning maxsus shokoladli kekslarini tayyorlash uchun har bir keksga 2,5 unsiya shokolad kerak. 48 ta maxsus shokoladli keks tayyorlash uchun necha funt shokolad kerak deyapti. 1 funt 16 unsiya bo'lsa. Endi buni yechaylik. Xo'sh, qarang. Demak, har biriga 2,5 ketar ekan. Bizga 48 kerak. Nima qilamiz? 48 ni 2,5 ga ko'paytiramiz. Endi lekin bu ounce da berilyapti. E'tibor bering. Lekin javobni nimada so'rayapti ana bu yerda? How many pounds? Pound da so'rayapti. Qarang ana. Demak, va 1 pound 16 ounce deyapti. Shunda, demak 16 ga bo'lsak, pound da chiqadi, to'g'rimi? Chunki biz javobimiz ana ounce da chiqyapti-ku ana. 2,5 ouncedan 48 ni ko'paytirsak, qanchaki bo'lsa o'sha natija ounce da bo'ladi. Bizga pound da kerakmi? Demak 16 ga bo'lamiz. Shunday qilib 48 ko'paytirilgan 2,5 bo'lingan 16. 16 bilan 48 qisqarsa, bu yerda 3 qoladi. 3 kere 2,5 7,5 bo'ladi. Va A javob bo'ladi. Demak 7,5 pound shokolad kerak bo'lar ekan. Obuna bo'lamiz, like bosamiz. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosamiz va Telegram kanalga a'zo bo'lamiz. Agar siz SAT bilan jiddiy shug'ullanmoqchi bo'lsangiz va imtihon topshirmoqchi bo'lsangiz, pullik kanalga a'zo bo'lishni maslahat beramiz. 1 yillik obuna narxi bazaviy hisoblash miqdorining yarmiga teng. 2025-yil holatida bu 206 ming so'mni tashkil qiladi. 1 oylik obuna narxi esa bazaviy hisoblash miqdorining 10 dan 1 ga teng. 2025-yil holatda bu 41.200 so'mni tashkil qiladi. Bog'lanish uchun Telegramda quyidagi adresga yozing.